Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana O'zar turib, bugun sizlar bilan Leverage Proof of Humanity'ni ko'rib chiqamiz. Ya'ni inson ekanligimizni tasdiqlaymiz va bu yoqda hozir ya'ni ketma-ket ko'rsatib o'taman. Undan oldin bizlarni Telegram, Instagram, YouTube kanallarimizga obuna bo'lib qo'yinglar va mana shu videoga bitta like bosib qo'yinglar. U saytga o'tish uchun link qoldiraman, post qoldiraman bu yoqda katta qilib. Undan oldin bizga Transgate degan ilova kerak bo'ladi. Buni sizlar Play Marketing yokidan App Store'dan ko'chirib olasizlar. Transgate ko'chirib olganingizdan keyin shu saytga kiramiz. Saytga kirganimizdan keyin bu yoqda o'zimizni tepada hamyonimizni ulaymiz. Tepada hamyonimni ulaganman. Hamyonimizni ulaganimizdan keyin agar sizda Ogurul bo'lsa, ya'ni Ogpass NFT olgan bo'lsangiz, avtomatik bu narsa verified bo'ladi. Endi bizda bu yoqda birinchi kirganingizda sizda bu yoqda qizil yozuq turadi, ya'ni siz hali humanity'dan o'tmadingiz deb turadi. Buni o'tishni o'rgataman. Lekin bizga birinchi level, agar sizda birinchi level bo'lsa, mana tepada aytib qo'yibdi, birinchi level. Birinchi levelda agar siz prostaga kirib hamyoningizni ulab qo'ysangiz, bu birinchi level bo'ladi va bu qolgan ikkinchi level, mana bu ikkinchi level aka. Ikkinchi level qilish shart emas deyilgan, lekin oxirigacha qilib qo'ysanglar bu airdropga ta'sir qiladi ham deyilgan. Shuning uchun biz bu narsani oxirigacha qilib qo'yishga harakat qilamiz, lekin ba'zi narsalarni qilib bo'lmaydi. Agar sizda ikkinchi level bo'lishingiz uchun bu $500 оборот qilgan bo'lishingiz kerak, aylanma qilgan bo'lishingiz kerak. Именно masalan Binance'da bo'lsa, Binance'da, Binance'da bo'lsa, bu yoqda yana boshqa birjalar ham Bybit yukidan Binance qilib qo'ydim. Hozir bu yoqda Bybit ko'rsataman. O'sha ilovani ko'chirib olganingizdan keyin bu narsani qilasiz. Bybit ko'rsataman. Qani Verify'ni bosamiz. Va o'zi ilovaga olib kiradi. Boyagi Transgate ilovasiga. Va bu yoqda biz birinchi login qilishimiz kerak. Bybitdan login qilib olamiz. Qo'ymayapman. Bu yozuv ketmayapti nimaga? Shunga o'rganib qilamiz endi bu yoqda. Mana oxir kirib oldim. To'rtganimda kirib oldim. Endi saytga qaytamizda. Yana bir marta Bybit bo'lsa Bybit, agar sizda Binance tanlamoqchi bo'lsangiz Binance'ga kiritib yuboramiz. Agar siz hammasida $500 оборот qilgan bo'lsangiz, hammasidan o'tib olishganingiz ham yaxshi bir tomonlama. Saytda faqat sal qot ishlayapti. Mana qaytadan kirganimizdan keyin bu yoqda verify so'raydi. Akkauntimizga kirib olganimizdan keyin bu narsani bosamiz. Uni oxirida bo'ldi debdi. Orqaga qaytaramiz.
va saytga qaytamiz. Mana bu ham qo'shildi, ko'rgan bo'lsanglar. Verified bo'lib yashil chiqdi. Skor 80 ball bo'libdi. Shunaqa qilib, agar qolganlarida ham sizda bo'lsa, masalan, KuCoin bo'lsa, agar ularda ham savdo qilsangiz, $500 aylantirgan bo'lsangiz, level 2 ga bo'lgan bo'lsangiz, talab qilsangiz bo'ladi, verify qilib. Faqat chekirgandan keyin aytganimdek login qolish kerak. Keyin bundan keyin verify qilsangiz bo'ladi. Qolganlarni ham xuddi shunaqa qilasizlar. Video cho'zilib ketmasligi uchun mana shu yerda to'xtatamiz. Faqat bir narsa, bu proof of humanity 25-gacha amal qiladi. Bugun 19 ekan. 25-gacha ulgurib qolishimiz kerak. Shunaqa.